Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Barchalarga Tunikafon xizmatini taklif qilib qolamiz. Darvozaxonamizga mana ko'rib turibsizlar, darvozaxonamiz past, hovuzsiz holatda juda ham ajoyib ko'rinishda mana Tunikafonni qilib berdik. Hovuzga o'xshagan holatda bo'ldi mana. Qadrdonlar, shapkamizni ko'rishinglar mumkin. Pianino fasondan qilganmiz. Qadrdonlar, bu Tunikafonda ketgan tunikamizni rasxotiga hisoblanadi. Bu pianino fasonimizda oddiy fasonlardan ko'ra tunika ko'proq ketadi. Do'stlar, bu tunikafon masalan joyda kvadrati 10 kvadrat deydigan bo'lsangiz, bu joyga 10 kvadrat tunikafon ketmaydi qadrdonlar. O'rtacha oddiyroq fasonlarda 16-17 kvadratdan boshlanib, mana bu fasonlarda do'stlar joyda katta kichikligiga qarab, joyingizning kvadratidan 2 barobar atrofida kvadrati ko'payib ketadi. Qadrdonlar, shuni e'tiborga olgan holda bemalol tunikafonlarni zakaz qilsanglar bo'laveradi. Do'stlar, shapkaga diqqat bilan e'tibor berib turasizlar. Mana shapka singan joyini mana bunday holatda bilintirmasdan o'tib ketganmiz. Qadrdonlar, xudo xohlasa uylarda juda ham chiroyli ko'rinishda qilib beramiz. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi.